Uydagilar menga ishonganiga rahmat. Agarda uydagilar o'sha paytda ishonmasdan o'sha ofisga kelib turib, "Yo'q san" deb o'sha produktni qo'shing ketib ishlatma mana bolam, nima xohlasan? Tinch qo'y mana bolam. Bu yoqqa kelsan, faqat o'qiysan. Deyisholardi-ku. Qilishmadi. Okey? Xohlasam qil deb menga arqonni keng tashlashgani uchun rahmat. Ana endi rostdan rahmat aytadigan payt keldi. Bilasizlar, bitta teshimani oldik. Qiziqishga. Keyin turib, Qani ochilash qani? kelinga bitta shu bolalarni uyiga shahar oldik. Sizga siz nima o'zingizga-ku? Sizga hech kim ishonmagan paytda ham sizga ishongan odamlarni esdan chiqarmang.